Maftunani 2 yildan beri taniyman. Faqat 1,5 yildan beri taniyman. Judayam ajoyib qiz, energiyaga boy, pozitiv deydi-ku. O'zim yerda ishlaysizda? Shunaqa, o'zim shu yerda ishlayman. Ish faoliyatim shunday. Maftuna bilan ishlab, sog'lom 4 kilo vazn yo'qotganman, sog'lom. Shug'ullanib, shug'ullanmay shunaqa qilib yuraman. Uncha ko'p emas, lekin shug'ullanaman ham. Nazoratda ham bo'laman ba'zida. Qattiqqo'lligi, vez tashlamasangiz qattiq nazoratga olishini aytganda, shuni inobatga olgan holda aytgan menimcha. Kimlarga tavsiya qilasiz? Hamma ayollar borgani ma'qul, ham sog'lom ozadi, ham chiroyli qomatga ega bo'ladi, ham chiroyli bo'ladi. Yana bilmadim. Hammaga tavsiya qilamiz. Dori, unaqa narsalar. Yo'q, umuman dorilardan foydalanmaydi. Sog'lom ozdirishadi. Sog'lom ozdirishga harakat qiladi. Tabiiy mahsulotlardan foydalanishga harakat qiladi. Boshida 96 kilodan 87 kilogacha vazn yo'qotganman. Anaqa. Shunda birga ishlab. Maftunaga ko'p anaqa nima deydi, ta'riflarimiz ko'p, rostdan ham yaxshi, ham sport sohasida ham, anaqa energetik ayolda shunaqa pozitiv ko'p taraflama chaqqon qiz.